Bu mashinaning nomini nima deb atashga o'ylanib turibman to'g'risi. Ko'rinishidan chunki hozirgi kunda eng mashhur mashinalarga o'xshab ketadi. Masalan, The Cullinan desammi yoki Range Zikr Autobiography desammikin. Chunki ikkalasiga ham o'xshaydi. Chunki SUV segmentida ularga eng yaqin bo'lgan Zikr 9X ni ishlab chiqishdi, Zikr kompaniyasi. Chunki hozirgi kunda buni boshqa mashinalar bilan solishtira olmayman, chunki Xitoyda ham именно shuni segmentidagi juda ko'p bunga konkurent bo'lgan mashinalar deb chiqishyapti, lekin bular bu ularga qaraganda ancha kuchliroq, aqlliroq va chiroyliroq. Sababi aytishingiz mumkin. Boyaq Tayshan, Denza N9, Link Inco 900, keyin Li9 kabi mashinalar bunga konkurent bo'la oladi deyishingiz mumkin. Rostdan ham ular ham zo'r. Hozir bitta muammosi bilan bu yomon bo'lib qola olmaydi. Chunki hozirgi kunda hamma o'sha bitta muammo, reduktor muammosini gapiryapti. Umuman olganda 120 ming dollarga mashina oldingiz, mashina reduktori ishdan chiqdi. Zikr 9X musor deydigan odamlar ham paydo bo'ldi. Lekin bunaqa fikr bildirishingizni xohlamayman o'rtoqlar, chunki mashina bitta reduktor muammosi agar to'g'rilanadigan bo'lsa, bunda hech qanaqa muammo yo'q. Har tomonlama, har qanaqasiga Xitoy SUVlaridan kuchli. Siz bilgan bitta minusi bu reduktor bo'lsa, men sizlarga yana ikkita minusini aytib bera olaman. Faqat videoni oxirigacha ko'ring. Video oxirida sizga qolgan yana ikkita minusini aytib o'taman. Zikr tarixidagi birinchi gibrid hisoblanadi o'rtoqlar. Gibrid bo'lganda ham plug-in gibrid. Bu plug-in gibrid nima degani? Plug-in o'zi tashqaridan zaryad oluvchi degan ma'nolarni ham anglatadi. Umumiy tushunish ma'nosida aytib o'taman. Endi buni plug-in gibrid bilan hozirgi masalan Li9lardagi gibrid bilan farqini hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Masalan, Li9da 1,5 litrlik turbina motor turibdi. Ikkita elektromotor turibdi. Umumiy 490 ta ot kuchiga ega Li9. 9 sekundda 100 ga chiqadi. Unda asosiy vazifa 9 sekundda 100 ga chiqishi, asosiy kuchlanish, tezlikka chiqarilish unda asosan ikkita elektromotorga bog'liq. Undagi 1,5 litrlik turbina motor mashinani yurg'izishi uchun emas, boyagi ikkita elektromotorga zaryad berish uchun ishlab beradi, mashinani yurg'izmaydi. Endi Zikr 9X da qanaqa desanglar, bunda 2 litrlik turbina motor, ikkita elektromotor turibdi. Bu 9X Ultra komplektatsiyasida. Bunda boyagi 2 litrlik turbina motor mashinani ham yurg'iza oladi. Undan tashqari ikkita elektromotor ham mashinani yurg'iza oladi. Undan ham tashqari uchinchisi gibrid rejimida benzin plus elektr qo'shilib ishlab bera oladi. Plus tomoni shunda. Mashinamizni endi sizlarga hozir to'liq ma'lumotlarni aytib o'taman. Videoni ko'rishda davom eting. Mashinamizni tashqi ko'rinish haqida hozir sizlarga to'liq ma'lumot beraman. Birinchi, uning o'lchamlari, ya'ni uzunligi 5239 mm uzunligi, 5 metrdan ziyodroq, balandligi 1819 mm, 180 dan yuqoriroq va eniga 2029 mm. Mashinamiz ancha keng. Undan tashqari mashinamizning og'irligi 2 tonna 750 kilogramdan 3 tonna 150 kilogramgacha. Uning pozitsiyasi undagi elektromotorning soniga qarab
hamda batareyasining kilovatiga qarab og'ir yengilligini ajratsak bo'ladi. Mashinamiz tashqi ko'rinishini ko'radigan bo'lsak, mana 360 gradus kamera, slepoy zona, lidar sistemalari, R22 razmerdagi diska balonlar bilan jihozlangan. Mana ko'rishinglar mumkin. Oldida proyektori bor, faralari bor. Вообще звездное neba, yana shunga o'xshagan narsalar rasmini tushirib bera oladi. Undan tashqari jalyuzi deyapti. Hozir ko'pchilik mana bu radiatorda oldi qismi ochilib yopiladi. Shunaqa himoya vositasi bor. O'zi mashinamiz 9X modeli 3 xil komplektatsiyada chiqqan o'rtoqlar. Max, Ultra hamda Hyper. Endi sizlarga Max komplektatsiyasini tushuntirib beraman. 55 kilovatlik batareya, 55 kilovatlik batareya, ikkita elektromotor, 885 ta ot kuchi, 3-9 sekundda 100 ga chiqa oladi. 300 kilometr tokda, 1200 kilometr benzinda, ya'ni aralash gibrid holatda yurib bera oladi. Undan tashqari ultra komplektatsiyasi 70 kilovatlik batareya, 885 ta ot kuchi, 3-9 sekundda 100 ga chiqadi, ikkita elektromotor, yana nima? 380 kilometr tokda, 1250 kilometr gibrid rejimida yurib bera oladi. Bular orasida eng kuchlisi Hyper bo'ladi. Hyperda masalan 70 kilovatlik batareya, 1400 bitta ot kuchi, 3 ta elektromotor, 3,1 sekundda 100 ga chiqib bera oladi. 339 kilometr tokda yursa, 1200 kilometr gibrid rejimida yurib bera oladi. Aytgancha, ranglariga keladigan bo'lsak, hozirda bizlarda oq qora ranglari ancha ommalashib qoldi, ya'ni ko'payib qoldi. Lekin aslida avtosalonga borsangiz, buni rangi ko'proq. Oq, qora, kumush rang, kul rang, siyoh rang hamda hozir Black Edition, Night Packet deydi yoki Obsidian Black deydi. Shunaqa ranglari bor o'rtoqlar. Undan tashqari salondan yoki Xitoydan buyurtma berayotgan paytingizda Max va Ultra komplektatsiyalari uchun hozirda qo'shimcha opsiya, ya'ni qo'shimcha to'lov evaziga, ya'ni qo'shimcha qulayliklar qo'shtirib olsangiz bo'ladi. Masalan, Maxlarda ko'pida orqa o'rindiqlari aylanmaydi yoki oldi monitori bitta kichkina bo'ladi, ikkita emas. Keyin Parkup degan narsa bor. Endi u ultra komplektatsiyalariga ham hozir qo'shilyapti, qo'shimcha opsiya sifatida. Shu o'rtoqlar, shunaqa ranglari hammasi bor. Endi mashinani salon qismini, shu hamma kutgan eng kulminatsion joyi, salon qismini ko'rib chiqamiz. Salonda ichki qismini, mashinani yukxonasidan boshladim. Sababi o'rtoqlar, mana 3-qator o'rindiqlardan keyin ham bitta bozorlik qilib qo'ysak, bemalol yukxonamizga sig'adi. Bundan tashqari mana ko'ryapsizlar, ko'rib turibsizlar, o'zini zavoddan chiqqan poliklari, o'zini yumshoq original yostiqchalari ham bor ekan. O'rtoqlar, mashinamizni 3-qatoridan obzorni boshlaymiz. Kuzatib turing, juda ham qiziq bo'ladi. Mana 3-qatorga o'tirib oldim. 3-qator ko'rishingiz mumkin. Yosh bolalargina uchun emas. Mana bo'yim pasti 180. Mana bemalol o'tiribman. Endi qulayliklari haqida gaplashib o'tamiz. Mana bu yerda pastda birinchi Type-C porti bor ekan. 3-qatorda ham bemalol telefonni zaryadga qo'yib foydalanib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari stakan qo'yish uchun joy. Undan tashqari bemalol 3-qator o'rindiqlarini oldinga, orqaga qilib bemalol boshqarsak bo'ladi. Abagreflari ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari 3-qator uchun ham mana bu narsani borligi odamni ajablantiradi. Bemalol 3-qatorda ham osmonda yulduzlarni, quyoshlarni tomosha qilib ketsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Yana bitta bosamiz, yopiladi. Mana tez haydagan payti agar qo'rqsangiz, mana ushlash uchun joyi ham bor. Climate control. Undan tashqari nima deydi? Kiyim iladigan veshilkasi ham bor ekan. Mana buni shunday olamiz, mana bu tomonga shunday tiqiladi.
O'rtoqli 3-qatorda yana nima qoldi, ha? 3-qator oynasi uchun yana pardalari ham bor ekan. Mana bemalol mana bunaqa qilib qo'yib, pardani yopib qo'yib ketaversalar ham bo'ladi. O'rtoqli 3-qatorda to'liq tanishtirdim, endi 2-qatorni tanishtiraman. Bismillah, o'rtoqli mana 2-qatorga o'tib oldik. Door knopkasini bitta bosamiz. Ko'rishingiz mumkin. Eshigimiz sekin yopilib oladi. Mana yoritish lampalari, deflektorlar, ushlagichlar. Keyin mana bu chap tomonda knopkamiz bor. Bitta bosamiz. Elektron parda chiqib tushadi, juda qulay. Undan tashqari panoramani pardasi ham bor. Uni ham bitta bosamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Ochilishni boshladi. Ko'pchilik panoramali mashinalarda panorama pardalariga qaraganda buniki tezroq ochilib yopilar ekan, o'rtoqlar. Mana yana bitta bosamiz. Undan tashqari YouTube'da belgisi bor shu eshikda. U tomonda ham, bu tomonda ham. Hozir o'shani bitta bossak, mana tepadagi monitorimiz o'rtaga kelib to'xtaydi va ochiladi. Bu qulaylik asosan 2 va 3-qatorda o'tirib ketadigan yo'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol. Keyin buni mana 2-qatorda xolodilnik, muzlatgich bitta bosamiz. Bunda yozgi kunlarda muzlatsak, qish kunlarida isitsak bo'ladi. Bundan tashqari mana touchpad bitta bosamiz. Touchpadimiz sekin chiqishni boshlaydi. Ko'rishingiz mumkin. Zikr yozuv turibdi. Bu endi nima desam, iPhone 17 Pro o'lchamida. Bundan bemalol klimat kontrollarni, qo'shiqlarni, hamma narsani boshqarib ketsanglar bo'ladi. Pult vazifasini ham bajaradi. Bundan tashqari 3-qator uchun ham alohida pult bor. 3-qatordagilar ham bemalol monitor boshqarib ketsa bo'ladi. Endi 2-qatordagi o'rindiqdagi qulayliklarimizni aytib o'taman. Mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi abagrev, massaj, abduf, keyin pamять sideniyalari ham bor. Keyin uzoq yo'lga ketish uchun yotib ketish rejimi ham bor. Uni ham boshlaylar bo'ladi. Keyin podstolnik deydi. Endi o'zbekchasini topolmadim. Nima deb nomlanishini. Bemalol stakan, ovqat, nimadirlar qo'yib, foydalanib, yeb yoki o'zingizlarni kompyuteringizga qo'yib foydalanib ketsanglar bo'ladi. Buni knopkasini yana bitta bosamiz, sekin tepaga ko'tariladi. O'rtoqlar, endi mashinamizni salonini, ya'ni oldi haydovchi qismini ko'rib chiqamiz. Yuragi hisoblanadi. Qani ketdik. Mana sekin o'tirdik. O'zi Zikr 9X'larda mana salonni ko'rasizlar, to'q ko'k rangda, parlament rang deydi. Hozirgi kunda 4 xil rangda chiqadi. To'q ko'k parlament rang, cappuccino rang deydi. Ham nima desam, cho'l qumi rangida. Undan tashqari oq rang. Keyin yana xuddi shunaqa to'q ko'k rang, faqat sabzi rang bilan kombinatsiya qilib ishlangan. O'sha perforatsiya qilingan joylari sabzi rangda, ko'rsangiz o'zgacha ko'rinish beradi. Ощущение deydimi, nima deydi? Shunaqa. U asosan Zikrda Hyperlarida Obsidian Black deganlarida salonda qo'shimcha opsiya qo'shilgan. O'shandan bilsak bo'ladi. O'sha 4 xil rangida bo'ladi. Mana mashinamizni haydovchi qismini mana ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda abduf, abagrev, massaj, pamять сидения, steklopodъемniklar, hamma narsasi bor. Bu tomonda shu hamma mashinada bor narsalar bor. Mana elektron multi rul, 360 gradus kamera, avtopilot, mana bu yerda oyna artgich, oynada suv sepgichlari, hamma narsasi bor. 16 dyumli monitor ko'rishingiz mumkin. Ikkita bespроводной zaryadka bor. Mana bu yerda yoritgich qismlari. Mana bu yerga
juda ko'p narsa ketib qolgan o'rtoqlar, juda keng ekan. Undan tashqari mana buni yana bitta bossak, bitta bosamiz, o'zi ochiladi, juda ham chuqur. Juda keng. Mana 3-qator boya aytganim, 3-qatordagi yo'lovchilar ishlatadigan pult. Bemalol monitorlarni boshqarib ketsa bo'ladi. Keyin Naim akustika tizimi. Mashinada hozirgi paytda 32 ta karnay, ya'ni kolonkasi bor. O'sha 32 ta kolonkasi butun mashina ichidagi nima deydi? Akustika tizimi bilan har bir yo'lovchiga yetarlicha qulaylik yetkazib beradi. Mazza qilib eshitib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari mana bu 1, 2, 3, 4 ta o'rindiqda mana bu bosh qo'ygich tomonlarida ichida ham kolonkalari bor o'rtoqlar. Shu mashinamizda juda ko'p qulayliklari bor. Endi agar yana qulayliklari kerak bo'lsa, Instagramdagi akkauntimda live hacklar qilib, agar kimga qiziq bo'lsa qo'yib boraman. Like, podpiska, komment bosish esdan chiqmasin. Agar sizlarga obzorim yoqqan bo'lsa, agar yoqqan bo'lsa, yana qaysi mashinani obzor qilishimni xohlaysizlar o'rtoqlar. Sizlar bilan Only Cars Otabek bo'ldi. Aytgancha boya ikkita kamchilik aytishim kerak edi. Bitta kamchiligi 3-qatorga o'tirganingizda 3-qator joskiroq, podyomli joylardan o'tganingizda otadi. Eshakka o'tirganmisizlar? Eshak hech otganmi? Xuddi o'shanaqa bo'ladi o'rtoqlar. Bitta minusi, kichik minusi o'sha, lekin 1-2-qatordagilarga sezilmaydi. 3-minusi uning minusi yo'qligida.